Okey, obunachilar barchaga salom. Sizlar bilan men Galar do'stlar. Yangina videomga xush kelibsizlar. Okey, bugun men yangigina qishloqqa ko'chib keldim. Kanalga obuna bo'lib like bosinglar. Bu nechinchi qishloq deysanglar, 68-qishloq. Mana o'zim bilan narsalar olib bo'lganman. Okey, bu qishloqda nima qilasizlar deysanglar, bu qishloqda men yashayman. 13-qishloqqa nima bo'ldi, bu yerda nima bo'ldi deysanglar. Bu yerda yashamay qo'ydim, zerikib ketdim. Bu yerda sarguzashtlarim bo'lmayapti. Shuning uchun sizlar uchun bu yerga keldim. Aytgancha video boshida bu iPhone'im bor, mana sizdek mazali ixlomchida o'ynayapman telefonda. Shuning uchun menda qotyapti. Mana FPS'ni ko'rsatib qo'yaman, sizlar ko'rayotgan bo'lsanglar. Bir ikkita FPS tushib ketsa qotib turadi, chunki bu modlarni deb. Da zarchiverim ishlamay qoldi, modlarim o'chib ketdi, shunga qaytadan o'rnatib chiqdim. Bo'pti, biz bu qishloqda yashaymiz obunachilar. Fermerlarning o'zi, ya'ni olmos ketmon bu dollarlarga sotib olib, men boyman, короче. Yana qotib qoldi. FPS tushib qolsa nimadir bo'ladi. Nima? $64. Boshqa yo'qmi? Boshqa uylar sotib olganman, bo'pti. Yerdan so'rab ko'ramiz. Balki bu uyni sotib olarmiz. Assalomu alaykum yigitlar. Qotib o'rdi-yu bu. Assalomu alaykum yigitlar. Mer uyini qayerdaligini bilmaysizmi? O'ng tarafidami, chap tarafida turibdi. O'ng tarafmi, chap tarafdagi uymi? Chap taraf. Demak, mana shu uymi? Okey, obunachilar kerakchi. Assalomu alaykum janob Mer. Va alaykum assalom. Bo'lasiz, bu qishloqda nima maqsadda keldingiz? Bu qishloqdan men uy sotib olmoqchi edim. Mana bu yerdagi uy menga yo'q, ya'ni kuznitsa. Sotib olmoqchiman. $1 stak to'laysiz. Okey, mana $1 stak. Qiziq-ku, lekin nima $1 stak kichkinagina katakdagi uy bo'lsa? Uning ichida mebel va sandig'ida narsalar bor. Shuning uchun sizga padar kichik, shuning uchun $1 stak. Tushunarli. Bo'pti, skinimga e'tibor bermaysizlar, bilasizlar, zarli ixlomchida skin qo'yishni bilmayman. Men skin qo'yardim, lekin nima ishlamayapti, zarchiverim bo'lmasa mojo'lamchi olardim. Shuning uchun qotyapti ozgina zarli ixlomchi uncha ko'tarmadi. Bitta kirib ko'raylikchi. Chindan ham mebellar bor ekan. Yo'q, normalniy xuddi men o'rdoqligim. Yo'q, sandig'ida temir va oltin bor ekan. Normalniy uni $1 dollarga almashtirib olsa bo'ladi. Bu yerda braniya bilan qilich bor ekan. Bo'pti, instrumentlarimni qo'yib chiqamiz. Pullarni ham solib qo'yamiz. Yo'q, 3 ta olmasi ham bor ekan. Ayni qolmagan deb umid qilaman. Mana bularni ham qo'yib chiqamiz. Bu dollar ham qolib ketdi. Endi esa bitta narsalarim bor edi-yu. Notebook olish esdan chiqdi. Notebookni solmoqmanmi ko'shi? Notebook esdan chiqdimi yoki ko'raylikchi, notebookni solgan bo'lishim kerak. Do'konga borib olib kelaman, chunki men bitta yana qolib qoldi obunachilar, bilasizlar. FPS normalniy, 4 FPS 45 bo'lyapti. Notebookdan sandiqda bo'pti, buyurtma qilamiz. Nima edi buyurtmachi nom? Bo'ldi. 8 9 7 6 5 4 8 10 bo'ldi. Yana qotib qoldi. Assalomu alaykum. Sizga nima kerak? O'zimga notebook zakaz qilmoqchi edim. Qaysi rusumiydan? Menga farqi yo'q, bo'ling tez olib keling. Bo'pti, manzilni aytingchi. 67-qishloq. Bo'pti, tez orada boradi. Okey, bo'ldi. Telefonni qo'yib qolsa ham bo'ladi. Endi obunachilar, to'rga sabr. Okey, obunachilar, va nihoyat notebookim keldi. Okey, bunga o'tirib olamiz-da, ustiga qo'yib qo'yamiz. Normalniy notebook ekan, qotmaydi ustak. YouTube kanalimni kirgizaman. Men Galar bo'ldi.
videorolikni montaj qilsam bo'ladi. Endi bu videorolikni nomini nima qo'ysam ekan? Bu yangi qishloqqa ko'chib keldim deb nomlayman. Normalniy. Xo'sh. Anda iPhone'im mana bu yerda jitlar tunam botyapti. Da bu yerda ko'ramiz. Mana shu polizni ham sotib olish kerak, lekin normalniy bo'ladi. Yo, ajoyib bo'lyapti, lekin bu yerda men polizni ertaga sotib olaman. Hozircha erta uxlayman. Kechqurun bilan mazza qilib uxladim aytgancha yerda polizni qanchaga beradi ekan so'rash kerak. Shuni so'rab ko'ramiz obunachilar. Bo'ldi endi borish kerak. Seryozni boramiz. Bitta cho'nib chiqish kerak. Yo'q, oppo, yana qotib qolyapti. 44 FPS. Muzdagina suv. Ne bo'ldi? Salom alaykum janob Mir. Yaxshi yotib turdingizmi? Ha, o'zingchi qalay dam olding? Aha, sizdan bitta kichik xizmatcha bor. Qanaqa xizmatchi? Mani uyimning oldidagi polizni hech kim qaramaydimi? Yo'q. O'shani menga bering, necha pulga berasiz? Shu polizni qarab olaysanmi o'zi? Nima qora bo'pti. Tilim kelyapti. Qara olaman. Okey, senga mayli. Fermachiliging zo'r bo'lsa beraman. Nima deysiz? Men 13-qishloqda buyuk ferma bo'lganman. Yo'q, bu qishloqda hamma taniydi-ku. It ham biladi, itdaysiz. Bo'pti, menga necha pulga berasiz shu polizni? Bo'pti, sen bekor emassan. Ancha qishloqlarga yaqin bo'lib qoling. Senga $32 bo'ladi. Demak, mana bu ikkalasi ikkitalik poliz 16lik dollar. To'g'ri topding. Ana ular 4talik edi, shunga $32. Hozir keltirib beraman. Okey. Eshikni ham teskari qo'yib qo'yishdi. Oppo, yana qotib qoldi. O'zi ham sakragan paytimda qotib yuboradi. Yo, 360 gradusda sakrayman. Hoppa, oppo. Sakramadim obunachilar. Kimdir yana uyimga kirdimi? Kravatimga chiqdi. Oppo, qotib qoldi. Yo'q qol uyimdan. Basharanga yog'im yo'q qol. Urmasang-chi? Yo'q qol uyimdan. Sanga barobarmi? Mana uyimda bo'pti, shunaqami? O'zi seni qilichingga enangnikini ko'rasan. Qochma. Qochding, maniyak ekan. Yersan shu gapingga, maniyakingga. Bu yoqqa obchaqingni chiqaraman. Sanmisan o'zi qilichim qani? Qilichim bor. Bu yoq oppo ko'mirni tiqib qo'yaymi? Menga birinchi qilma. Qilich bilan tiqyapti bu. Menga foqqa qamalsam qamalibman. Yo'q qo'li. Onangga bu yoqqa bo'ldi. O'zi aytdim, menga aytaman. Mazmun menga tegishmaydi. Uyimga yaqinlashma, o'lasan. Nima qilyapsan uyimda? Bir stak to'ldirga sotilayotgan ekan, olmoqchiman. Nima deyapsan? Men bu uyni sotib olganman. Sotib olganman-ku bu yerda. Bu yerda tablechka turibdi-ku. Ketib qoldi. Mana bu yerda tablechkani o'tish kerak. Bo'ldi, simdan tashlaymiz. Bo'ldi. Bu yerga shunda turaversin, buni o'zgartiramiz. Sotilgan. Bo'ldi, sotilgan bu uy. Okey, eshikni yopib qo'yamiz. Bu yerda biz meri puliga berishim kerak. Bu yerga olamiz, $32 olib merga topshirib beramiz. Ajoyib. Xo'sh, boraychi, mer katta oppo qotib yuborishga o'ylayman. Faqat birdaniga tushib ketsa, doja qotib yuboradi. Xo'sh, assalomu alaykum janob mer, mana keldim ikkinchi salom berishim. Pullarni ber. Bo'pti, mana pul sizga. Bo'pti, men ketdim. Xo'sh, unda u polis menikimi? Hujjat bermaysizmi? Qanaqa hujjatdir yo'qmi? Bizda polislarga hujjat berilmaydi, lekin uyga hujjat beriladi. O'zing borib uyni dokumentini surishtirib kelasan. Bo'ldi. U polis shaxsan meniki. Oppo, yana qotib yuboryapti.
Xo'sh, yuguramiz obunachilar. Bu yerda polniy olib chiqamiz-da. Keyin qaytadan ekvoramiz. Bu notek turibdi ba'zi bir jitillarni. Oppo, yana qotib yubordi. O'zi ham sandiqqa ochganda super qotadi. Bu yerda mana almasli super ketmoni fermerlarni orzusdagi ketmonni bilan ish qilamiz. Oppo, bu jitillar polizni yig'latib yuborishdi-yu bular. Yo-mayo, bir xil ekish kerak bularni faqat. Oppo qotib yuboryapti polizni qilsam. Abbo mana bo'ldi. Oppo, shu qanaqa birga o'tkazaman? Bo'ldi. Amalladim. Mana bo'ldi. Yo-mayo, bu polizni yig'latib yuborish kerak. Yo-mayo. Oppo, bu polizni ko'rib qotib yuboryapti. Yo-mayo. Ozgina mana bittadan bug'doy olishim kerak. Bari yog'i 14 ta. Olib chiqqanmiz o'roq bilan super tezlikda. Yoki mana bu pishgan bug'doylarni uqlatsam ham bo'ladi. Bu bug'doylar naq qo'yga kerak bularga. Xo'sh, mana bu polizni ham tozalab chiqamiz. Normalni pishibdi. Xo'sh, 33 ta bug'doy. Bilasizlar, mana somonni non ekamiz. Ikkitasiga kartoshka, ikkitasiga bug'doy. To'xtanglar, bunga kartoshka ekib chiqish kerak. Xo'sh, bunga kartoshka ekamiz. Xo'sh, bunga esa bug'doy. Normalniy bug'doy chiqadi lekin. Xo'sh, oppo. Ozgina kartam qo'shib yuboraman orasiga. Yo'q, kart kerakmaydi. Sabzini boshqa birovlar ekib bersin. Men boshqa narsa ekaman. Xo'sh, obunachilar, yangi qishloq nima ekyapti bu endi? Oppo, bu jitillar qo'yaqli ekan. Bu asabga tegarkan, yo'qman. Bo'ldi. Men bitta ekdim. Chalkash-malkash et tashadim. Bizga ba'zi bir kerakmaydi. Bo'pti, mana bu qutini olib qo'yish kerak, bizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Bo'pti, videoni shu joyda xayrlashamiz. Bo'lmay, yo'q, qotib yuboryapti. Bo'pti, skinimga e'tibor bermaysizlar. Что так skin o'rnata olmadim yaxshiroq. Bo'pti, o'zimni skinim o'rnata olmaganim uchun uzr so'rab. Bo'pti, hammaga xayr, sizlar bilan men galyard bo'ldim. Okey, biz tezroq 1 obunachi bo'lishimiz kerak. Obuna bo'l. Tushundinglarmi? Bo'lmasa, mana shu ketmonni ko'zingizga tiqib yuboraman.